Kosalarimiz ham mana xudo xolisa tayyor bo'lyapti. Mana qizib tayyor bo'lib turibdi. Nima deyapti bu? Bu go'shtlarimizni shu Uchqo'rg'ondan kelgan mehmonlarimizga beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hop, mana shu o'zimiz To'raqo'rg'onimizning Kalvak qishlog'idan 1990-yil B sinf do'stlarimizni, akalarimizni taklif qilamiz kalla pochchamizga. Dostonbek, Jahongir, Ahadjon, Bobirjon, Bahodir, Ravshanbek akalarimiz kelib kalla pochchalarimizga maza qilib o'tirib, oqibat saqlab ketaverasizlar. Mehmonlarga beramiz. Assalomu alaykum. Mana aka go'shtlarimiz. Hop. Yeyishdan boshqasi yaramaydi, faqat yeyish kerak. Bu kamchilik bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Yoqimli ishtaha. Sog' bo'linglar. Xolisa 4-fevral kunga go'shtlarimiz obed vaqtiga boshlandi. Kech qolmasdan aloqaga chiqarasiz, pastda nomer qoldiraman. O'zim xizmatdaman.